Hammaga salom. Zebo Rahimova haqida bitta fakt. Qani boshladik. Asl ismi Zebiniso, familiyasi Rahimova. Oilada bitta qiz, otasi va onasi bilan birga yashaydi va ularni eng yaqin do'stlari deb hisoblaydi. Yoshligida yolg'izligi sababli o'zi bilan o'zi gaplashib yurgan. Ovqat qilishni yaxshi biladi, lekin tayyorlashga vaqti yo'q. Turmushga chiqmagan. Uyida yuzlab yumshoq o'yinchoqlari bor. Ularni kolleksiya qilishni yaxshi ko'radi va barchasini o'zi sotib oladi. Ozish uchun doimiy endokrinolog bilan ishlaydi. Uyida atirlar kolleksiyasi ham bor. Videolarini montajini o'zi qiladi. Shkaflarga kiyimlari sig'maydi. Shu sabab uyi bo'ylab kiyimlari sochilib turadi. Zeboning onasi negativchilarga juda ham ta'sirchan. Kasbini tushunadigan va uni sevadigan kuyov topish niyatida. Chilonzorda Malika Shop kiyim do'koni bor. Hozirda Kia Sportage mashinasi bor. Asosan supermarket emas, bozordan savdo qiladi. Asosan bobosi va buvisi bilan katta bo'lgan. Maktabda uni Zebi deb chaqirishgan. Maktab davrida juda ko'p bolakaylarni urgan. Student serialida asosiy rollardan birida suratga tushgan. Asosan Umid Vines bilan birga ijod qilishadi. Onasi yosh bolalar massajistkasi hisoblanadi. Qahramonimiz malakaviy biznes lady hisoblanadi. Sport o'yinlari orqali onlayn daromad topishni xohlaysizmi? Bizning Sinov.uz Telegram kanalimizda siz aynan shunday imkoniyatga ega bo'lasiz. Kanalimizda tayyor stavkalar doimiy ravishda taqdim etiladi. Bu orqali siz osongina daromad olishingiz mumkin. Video ostidagi manzil orqali hoziroq o'tib, kanalga obuna bo'ling va onlayn pul ishlashni bugundan boshlang. San'at va madaniyat institutini bitirgan. Folbinlarga bormaydi. Aktrisalik mahorati juda yuqori. Shokoladlarni juda ham yaxshi ko'radi. Depressiyaga ko'p tushib qoladi. Ammo umuman Instagramida o'z ishki kechinmalari bilan bo'lishmaydi. Deyarli umuman haterlari yo'q. Yig'lab turmasa inson hissiz bo'lib qoladi deb hisoblaydi. Otasi syomkalarda doimo oldida bo'ladi. 16 yoshdan buyon teleekranlarda ko'rinish bera boshlagan. Boy bo'lish uchun kamroq pul sarflash zarur deb hisoblaydi. Zebo Rahimova 2003-yilda tug'ilgan. 2021-2022 yillarda yilning eng zo'r aktrisasi bo'lgan. Mandanova va Sinepio kinofestivallarida qatnashgan. 5-sinfdan boshlab sensor telefon tutishni boshlagan. Tog'ning cho'qqisiga chiqib yig'lab olgan. 11-sinflikda bosh rollarda unga taklif qila boshlashgan. Onasi uni 19 yoshligida dunyoga keltirgan. Mittimening yosh bola obrazini juda ham zo'r o'xshatadi, ammo u obrazni boshqa gavdalantirish niyati yo'q. Iqror seriali orqali ham yaxshigina mashhurlikka erishgan. Tarixdan xulosa chiqarib yashash zarur deb hisoblaydi. 2020-yilda Folbin seriali bilan o'z ijodini boshlagan. Keyinchalik blogerlikka kirib kelgan. Zahro Mirzayeva Zebo Rahimovaning ustozi hisoblanadi. Diplom umuman kerak emas deb hisoblaydi. Institutga kontrakt asosida kirgan. Timur Alixonov Zebo Rahimovaning bloger bo'lishiga katta sababchi bo'lgan. 2022-yil yanvar oyidan blogerlikka jiddiy kirishni boshlagan. Faoliyatining boshida Dudoshboy bilan videolar olgan. Televideniyada ko'p seriallarda ko'rinish bergan. Doimo kulib yuradi. Vaylar so'ngida pax deb tugatishni odat qilgan. Biznes profillar uchun alohida videolar ham ishlab beradi. Javohiruz bilan ham bir jamoada ishlashadi. Biznes bo'yicha alohida kurslarda o'qigan. Vaylardagi onasiga hayotda juda ham o'xshaydi. Dadasi juda rashkchi inson hisoblanadi. Shu sababli o'z onasini Instagramda ko'rsatmaydi. Vaylarni kelajakda yanada rivojlantirish niyati bor. Asosiy vaylarda kelin obrazida chiqadi. Ko'rsatuvlarda boshlovchilik ham qilgan. O'zini telenovelada o'ynay oladigan aktyor deb hisoblaydi. Syomka jarayonida to'y kuni eridan kaltak yegan. Bu sahna butun dunyo bo'ylab million martalab ko'rilgan. Drama rollarni o'ynashni qoyillatadi, ammo hozirda ko'proq komedik rollarni o'ynaydi. Hozirda sovchilar kutmayapti. Fotiha bo'lishiga biroz qolib, kelin tomonidan admin qilib yuborilgan. Kelajakda o'zi kino va seriallar olish niyatida. Umid Vines bilan o'rtalarida jiddiy munosabat yo'q. Hayotda do'st hisoblanadi. Folbin serialidan umuman gonorar olmagan. Birinchi gonorarni Iqror serialidan olgan. Ko'plab kompaniyalarda ambassador hisoblanadi. Eng kamida 10 yillik rejalar bilan ishlaydi. Doimiy 10 taga yaqin daromad manbalari bor. Birinchi olgan vaylarni onasi sabab Instagramga joylay olmagan. Yoshlikda qiynalgan vaziyatlarni eslagisi va hech kimga aytgisi kelmaydi. Bolalarcha oddiy narsalardan ham xursand bo'lish zarur deb hisoblaydi. Ota roliga mashhur aktyorlarni chaqirganida rad javob berishgan. Yana bir aktyor esa $1000 gonorar so'ragan. Asosiy daromadi reklamalarda. Qo'shimcha daromadlarni ham yetarlicha, ammo daromadini doimo sir tutadi. To'ydan keyin aktrisalikni to'xtatib, boshlovchi bo'laman deb niyat qilgan. Har holda uydagilari shunday deb va'da berishgan. Ish oiladan muhim emas deb hisoblaydi. Yashash uchun yetarlicha pul bo'lsa, ishlamasligi ham mumkinligini aytgan. Hayotda hamma narsadan yaxshilik topuvchi optimist qiz hisoblanadi. Zebo doimo tomoshabinlarni tushunish zarur degan fikrda yuradi. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.